Hop, hammaga assalomu alaykum. Maqsad Mod kanaliga xush kelibsizlar. Darslikka daily CRT. O'tgan dars weekly o'tdik. Bu daily weekly CRT'larimiz nima kerak? Любой konsepsiyani ishlatishingizdan oldin, именно katta time framedan kichkina time frame'ga tushib entry qilishimiz kerak. Videoni cho'zib o'tirmayman. Boshlaymiz. Hop, keyin o'tgan videolarda yozishuvdi, zvuk sal pastroq, xiraroq bo'lgani uchun bugun naushnik bilan mikrofon almashtirib oldim. Hop, ko'ramiz. Daily CRT'da 3 ta modulimiz bor. Qiyin emas. Bular hammasi bu дальнейшем bizga target qo'yish uchun, bozorda yasnasi berish uchun kerak bo'ladi. Именно katta time frame'larda. Keyingi darslarda xudo xolasa H4, H1 hammasini qo'shib ishlatish и так далее. Boshqa videolar chiqadi. Kuzatib borasizlar. Bu videoni ko'rishdan oldin iltimos kanalga like va podpiska bosib qo'yinglar. O'rtog'inglarga jo'natib qo'ysanglar, trade'ga qiziqadigan, именно mana shu konsepsiya bo'yicha foydali bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bu tekin mentorship, free mentorship CRT bo'yicha o'zbek tilida. Hop. Daily CRT'da o'z ko'p emas, 3 ta modulimiz bor. CRT daily. CRT daily. 3 ta modulimiz bor. Birinchi modelimiz bu haftani birinchi kuni. Ikkinchi modelimiz haftani ikkinchi kuni. Uchinchi model haftani 5-kuni bo'ladi. Hop. Bular qiyin emas. Hammasini tushuntirib beraman hozir. O'tgan videoda ham aytganman, bilan to'g'ri ishlatish uchun bizga birinchi kerakli narsa bu time and price. PDRA K-level. Boshiga shu 3 ta narsa yetadi sizlarga. Bu hammasini tushunib olish uchun. Keyingi darsliklarda sal qiyinroq bo'ladi. U уже entry, macro switchlar, boshqa narsalar bo'ladi. Bularni o'zlashtirib olinglar, backtest qilinglar. Hop, bu 3 ta narsa o'zi nimaga kerak? Bizda, например, понедельник range bo'ldi deylik. Haftaning birinchi kuni. Ikkinchi kun biz nima kutamiz? Mana kartina kutamiz bozordan. Qolgan modullarimiz ham xuddi shunaqa ishlaydi. Например, bu haftaning ikkinchi kuni bo'lishi mumkin. Haftaning 3-kuni reverse olib, keyin oqib ketishimiz mumkin. Buni hamma narsani vaqtga asoslanib ishlatishimiz kerak. PDRA nima kerak bizga? PDRA bu bozor qaysi trendda ketyapti, qayergacha ushashimiz mumkin. Bilsanglar agar o'tgan darsda ham aytib o'tib ketdim. Counter trend bo'ladigan bo'lsa, именно trend emas bo'ylab bu 50% target bo'ladi любой CRT'da. K-level nima kerak bizga? Bozorning qaysidir muhim zonasi bo'ladi. Bu zonalarni ham K-levellarni ham o'tib beraman keyingi darsliklarda. Hop. K-level bozorni qaysidir nuqtadan ko'tarib olish uchun muhim zona bo'lishi kerak. Именно o'sha CRT bo'lgan vaqt. OHLC ismdan chiqdi. Именно switch qanaqa ochilishiga ham ahamiyat berishinglar kerak OHLC bo'yicha. YouTube'da yoki boshqa joyda bunaqa OHLC yoki boshqa K-level bo'yicha materiallar bor. Qidiringlar. Agar men tushuntirib bera olmasam bu temalarni, OHLC o'tgan darsda tushuntirib berdim. Lekin baribir ham o'zingizlar uchun bo'lay murakkabroq o'rganishinglar uchun boshqa istotchniklar, boshqa joyda Twitter'dami, YouTube'dan, Google'dan qidirsanglar yaxshi bo'ladi. Hop, cho'zib o'tirmayman, uni grafikda ko'rsatishga boshlayman sizlar. Daily time frame ga o'tamiz. Dailyda ham o'z ko'p bo'lmaydi, haftada bitta modul yasab beradi. Hop, ko'rishimiz mumkinki, oxirgi modellardan bu mana Пятница 23 avgust 2024-yil juma range modul 3-mizni ko'rishingiz mumkin. Swipe 30 low. Mana kichkina sweep bo'lsa ham hisoblanadi. Yana qachon bo'ladi? Понедельник 02-sentyabr, вторник reverse berib, bu yerda ham уже swipe chiqib ketgan. OHLC bo'yicha bu to'g'rimi? Yo'q, bu noto'g'ri ekan OHLC bo'yicha. Lekin mana shunaqa primerlarni sizlar chartda qidirishinglar kerak. Juda ko'p primer. Именно GBP da ham, Euro da ham ancha ko'p primerlar bor. Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Понедельник range, вторник reverse и bozor 100% oqib ketyapti.
yana qayerda primerlar, yana modul birimiz. Bozorda juda ko'p uchraydi bunaqa modellarimiz. Yana yo'q, bu sreda ekan. Пятница, четверг, понедельник, вторник mana modul 2miz, haftaning ikkinchi kuni. 100% sertifikat. Yana qayerda primerlar, четверг, sreda, понедельник, вторник mana ko'rishimiz mumkinki, counter trend bo'lsa ham bozor 50% движениясini qoplagan. Mana ko'rishingiz mumkin, 50 marta mana ikkinchi kuni уже 50% ga chiqib bergan. Nima demoqchiman bu bilan? Agar counter trend bo'ladigan bo'lsa, ba'zida 100% sertifikat olmaydi, lekin mana shu range 50 gacha chiqib beradi. Любой time frame sertifikatida. Hop, video sal qisqaroq bo'ldi, tushunaman, lekin keyingi videolarda уже sal uzunroq, qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun savol tug'ilmasligi uchun sizlarda ko'proq backtest qilinglar, bu narsani o'rganinglar, chunki sertifikatda boshida oson ko'rinadi, lekin уже entry keladigan bo'lsa, u yerda juda ko'p подводный камнялari bor. Именно qanday entry qilib, makroga ahamiyat ber, key-levelga ahamiyat ber и так далее. H1 qiyin bo'ladi. Undan keyin boshqa narsalarni o'tadigan narsalarimiz bor. Nima deb qo'ymoqchiman? Kanalga obuna bo'lasizlar, Telegram kanalga. Bugun ham mana yevroda yaxshi trade tushuvdi, 1.4 chiqib ketdim. Undan oldin bolalar Discordda. Aytgancha Discordga qo'shilsa bo'ladi. O'zimiz communitymiz bor. Zagreb kanalida turibdi. Mana H4 keladigan bo'lsak, bugun ham mana vaziyat bo'lgan. H4da mana range switch, undan keyin reverse, lekin men yopib olganim sababi H1 FV ga 1ga to'g'ri olib chiqqanimdan keyin menga bir haftaga yetardi bu narsa. Mana 50% ga olib ko'rishimiz mumkinki, bozor уже дальше ketyapti. Mana именно H1 FV gaimizdan reaksiya olib. Bu yerda ham xuddi shu narsa, любой serti counter trend bo'layotgan bo'lsa, 50% rangeimiz target bo'ladi. Chunki bizda nima MMXM bo'yicha model ketyapti, именно FV ga, reakkumulyatsiya и так далее. Bu mavzuda to'xtalib o'tmayman. Video sal qisqaroq bo'ldi, bolalar, tushunasizlar. Keyingi videolarda sal ko'proq informatsiya berishga harakat qilaman. Yaxshi dam olinglar, kanalga podpiska bosib, Telegram kanaliga ham podpiska bosib, yangi videolarni kutinglar. Xudo xolasa, mentorshipni bir kunda yana bitta video chiqadi. Uni ham tugatishga harakat qilamiz. Пока что menda shular. Yaxshi dam olinglar.